Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, Compix.uz kanali obunachilari. Bugun sizlarga 3 rasm yasashni eng oson usulini o'rgatib o'taman. Photoshoplarsiz. Va qani ketdik, boshladik. Birinchi bo'lib Chrome'ga kirib olamiz va Chrome'dan Cutout Pro deb qidiramiz va birinchi chiqqan saytga kirib Загрузка fayl izobrazheniyani bosamiz. Va shu yerda rasmimizni tanlab olamiz va o'zi 3 sekund vaqt ketadi. 3 sekunddan keyin o'zi tayyor rasm yasab beradi. Yasab bergandan so'ng va подождать tugmachasini bosamiz va bu qidiruvga O'zbekiston so'zini yozib olamiz. Ya'ni biz 3 rasm yasamoqchimiz O'zbekiston pasporti uchun. Va shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin o'zi avtomatik tanlaydi. Tanlagandan so'ng mana yozyapmiz O'zbekiston va mana tanladi. Tanlagandan keyin orqa fonga rang beramiz. Yonida mana nimalari bor. Xohlasangiz mana bu yerlarda kiyim kiygizib qo'yishingiz mumkin. Kiyim kiygizib qo'yishingiz mumkin va mana kiydirildi. Kiydirilgandan keyin men o'z holida qoldirdim. O'zim kastim shimda edim va skachat tugmasini bosamiz. Skachat qilinadi mana. Skachat qildi va chiqib ketamiz. Va Word button muharrirligiga kiramiz. Kompyuterlarda hammasida bor. A4 formatda chiqarmoqchi bo'lsangiz, A4 formatda menda hozir qog'oz list, ya'ni foto list qilishim uchun market bo'limidan razmer tugmachasini bosamiz va добавить bosamiz, o'zimiz yasaymiz. Va mana bu yerda 10 ga 2 qilib qo'yamiz. Ya'ni eni 10 bo'ladi. Mana hozir qaytaryapmiz. 10 ga 2 qilamiz. Mana qani eni 10 bo'yi 10 bo'ladi va pastini 15 ga 2 qilib qo'yamiz foto razmerda. Va mana va OK tugmachasini bosamiz. Va mana endi orientatsiya, ya'ni gorizontal qilib olamiz va tepadan to'g'irlab olamiz lineykasini. Va to'g'irlab olgandan keyin tepadan ozgina bitta tushiramiz, pastdan bitta tushiramiz. Va bu yerdan chiqib ketamiz va fayllarga kirib turib, hozirga yuklab olgan rasmimizni ishonchani o'ng tugmasi bilan komprimat qilib olamiz. Va bu yerda Ctrl V S tugmachasi bilan tushirib olamiz. Va ishonchani o'ng tarafini bosib turib va mana bu yerda 3 qilamiz. 4 qilamiz va pasti o'z avtomatik 3 bo'ladi va mana 3 rasmimiz tayyor va buni Ctrl S tugmachasi bilan ko'paytirib olamiz yoki ishonchani o'ng tarafini bosib komprimat tugmachasini bosamiz va ko'paytiramiz. Bir qatorga 4 ta sig'ish kerak. Mana sig'di. Va endi bitta общий komprimat qilib olgandan so'ng bitta pastga tushamiz. Tushgandan so'ng yana Ctrl V tugmachasi bilan nusxalagan rasmimizni nima qilamiz va joyini ochamiz orasini va Ctrl V va mana tayyor 3 rasm. Oson bo'ldi. Xudo xolasa o'rgatganim oson bo'lsa va Ctrl P tugmachasi bilan printerimizni tanlab olamiz va pechat tugmachasini bosamiz va da tugmachasini bosamiz. O'zi avtomatik pechat urib chiqarib beradi printer. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Keyingi videolarda nima haqida chiqarishimizni kommentariyaga yozib qoldiring.